Bu Terraform. Bu esa uning Minecraft versiyasi. Bugungi videoda men xuddi shu modni sizlarga obzor qilib ko'rsataman. Ishonavering, bu juda ham qiziqarli bo'ladi. Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Merolim va bugungi videoda biz ajoyib bo'lgan modni obzor qilamiz. Video boshlanishidan oldin videoga like bosib kanalga obuna bo'lib qo'ying. Agar tayyor bo'lsangiz unda boshladik. Hop, unda inventarni ochib kerakli bo'lgan narsalarni olib olamiz. Agar kreativda bo'lsangiz ularni shunchaki olib oling. Agar survivalda bo'lsangiz u o'zi paydo bo'ladi. Narsalar esa undan tushadi. Birinchi bo'lib bizga mana bunday surnay va mana bu yerda pastroqda mana ularning tuxumlari 3 tasida bor ekan. 1, 2, 3. Ularni olamiz va yana boshqa yo'qmi? Ha, yo'q. Va mana bu yerda qaraylikchi, bu yerda menimcha yo'q. Mana bu yerda ishimizda qilch bo'lish kerak. Ha, mana u oddiy pichoqcha, ajoyib bir ayra va bolta. Qilichida bolta nima qilyapti? Hech kim bilmaydi. Qarorchi, mana bu surnaychadan boshlaymiz. Mana bundan. Endi esa mana bu tuxumni spawn qilamiz mana bu yerga. Mana bitta ko'rilishi, wow, bu basharani qara. Bu yoq chablab tashlagan hamma yo'g'iga. Bu seni ursak o'lasanmi? O'lmaysanmi? Mana bu qop nima yerda joy turibdi qani? Iye, qop u bilan birga ekan. Va bu tuxumdan esa, iye, kim bu? Sizlarmi? Masalan, men tanimayman. Yo'q, rostdan tanimayman. Qochib ketyapti. Ey, baqaka, men seni obzor qilyapman hozir. Har holda bunisi yurar ekan, anavga o'xshab turmaydi bitta joyda. Mana bunga o'xshab turmaydi. Bunisi axir qochar ekan. Mendan qo'yapti shekilli, qo'lida pichoq bor, arra bor. O'zing bilib qochir bu yerdan. Aytdim, qo'yapti, ana quyosh ham botyapti. Va bizdagi 3-tuxumdan mana bunaqa biratan chiqarganlar, qo'llarida bolta shapka bilan, atroflari esa menimcha bu sous bo'lishi kerak. Menimcha bu biratan avvallari somsaxonada sous ishlagan u. Endi esa mana bu qurollarni ko'rib chiqamiz. O'zi bu pichoqchaning urg'uni qancha ekan? Buni urg'uni 7 ekan. O'ylayapsizlarmi? Olmos qilich bilan bir xil. Teng ekan ikkalasi. Agar bu qurolchalar sehrli bo'lsa, bulardan zo'ri yo'q. Unday bo'lsa, buni galeriyada sinab ko'ramiz. Qari ketdi bechora. Uni buni qo'yinglar, sizlar mana bu arrani animatsiyasiga qaranglar. Qishloqni ikkiga bo'lib yuboray deyapti-yu. Buni urg'uni ja kuchli emas ekan, lekin chidasa bo'ladi, zato chiroyli ekan. Uncha qochishlar bo'lar ekan, lekin yashab ketsa bo'ladi. Mana, o'zlaring qaranglar, qanaqa chiroyli. Asla buni hali ovozini eshitmabsizlar, lekin nimagadir ovozi chiqmay qopti. Sizlar mana bunga qaranglar. Buni ham urg'uni 7 ekan. Buni ham tekshirib ko'ramiz hozir. 1 hour later. Qarorchi do'stlar, men mana shunaqa kashka aslahalar oldim, ana u klonlar bilan urushishga. Qaranglar qanaqa. Kamon, qilich, oltin olma va boshqa narsalar ham olganman. Men mashq ham qildim biroz. Qaranglar qanchalik kuchliligini, hatto creeper ham hech narsa qila olmadi. Hatto o'rgimchakni ham kuch yetmayapti. Endi ular to'sh kerak. Qani, unda jangga, oktagonliga, jangga deyapman. Mana. Bro, yomon qattiq ekan, it atamay ishladi. Ovqatlanishga tezda qatib qoldi. Yoyib ketishdi. Umuman olganda bu unchalik katta yangilik emas. Do'stlar, agar video yoqqan bo'lsa, videoga like bosib kanalga obuna bo'lib qo'ying. Bu modni esa men o'zimning Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Telegram kanaliga havola video ostida va kommentariyada bo'ladi. U yerga ham o'tib albatta obuna bo'lib qo'ying.